Diqqat qilaylik, qo'lida dunyosi borlar ham, yo'qlar ham. Deydi. Yoshligimda qilib olmagan ekanman deydi. Agar yoshligimni qaytarganda bunday qilardim deydi. Agar pulimni buna bo'lib ketishini o'rganimda sadaqa qilib yubormayman masjidga deydi. Degan gaplarimiz ko'p. Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan so'rashdi. Ayyu sadaqatin a'zamu ajra ya Rasululloh. Sadaqani eng afzali qaysi deb so'rashdi. Eng afzal sadaqa qaysi? Sen sog'lom bo'lgan holingda, baxil bo'lgan holingda, kambag'al bo'lib qolishdan qo'rqgan holingda, boylikdan umidvor bo'lib turgan paytingda qilgan sadaqating. Ya'ni pulga o'zing rosa muhtoj bo'lib, pul rosa kerak bo'lib turgan paytda, yoshligingda degani. Endi xulqum mana shu joyga kelib, g'arg'araga kelib qolgan paytda palonchiga moncha beringlar, palonchiga moncha beringlar, palonchiga moncha o'tkazinglar demagin. Endi bu pul falonchilarda keladi deydi. Sen o'lsang ham bo'lishib oladi endi ular.